hozirgi avlod bu stressdan qutulish uchun, bu mushkullardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilishi kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stress sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolarning ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payayotganligini ko'rib ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga namozga qaytishga vaqti kelmadimikin? Allohu akbar dedingiz, takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo hayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga nimalar keladi hayol